Namangandagi Xalqaro gullar festivali bugun shunchaki tabiat chechaklarining namoyishi emas. Bu o'zbekona nafosat va go'zallik tarovatining oliy darajadagi ifodasidir. Har yili millionlab gul shaydolarini chorlayotgan Bobur nomli istirohat bog'ida ayni kunlarda nafaqat ko'zlar, balki ko'ngillar ham yorqin ranglardan sarmast. Bu yerdagi manzara menimcha har bir insonni qalbini yanada zavqlantiradi. Kiraverishda meni e'tiborimni tortgan asosiy jihat, asosiy e'tibor hunarmandchilik rastasi bo'ldi. Aslida men milliy hunarmandchilik, milliy naqshlar tushirilgan, umumiy milliy o'zbegimizni, milligimizni aksi tushirilgan har bir narsani qadrlayman va bu narsadan g'ururlanaman. Gullar festivali orqali milliyligimizni butun dunyo tanimoqda. Festivalning eng gavjum manzillaridan biri milliy matolarning sotuv rastalaridir. Bu yerda qadriyatlarimiz timsoli bo'lgan sof ipakdan to'qilgan atlas va adraslar savdosi qizg'in. Tabiat yaratgan go'zallik matolarga ko'chgan. Ranglar va jilvokor naqshlar uyg'unligi hammaga birdek sharqona latofat ulashmoqda. Gullar festivali doirasida milliyligimizni ko'proq milliy kiyimlarga, liboslarga, taqinchoqlarga qiziqish bildirishyapti. Shu yaqin kunlar ichida Germaniyadan hamda Rossiya va Hindistondan insonlar kelishdi. Gullar festivali orqali Namanganni o'sha ham gullar festivali, ham gul, hamda milliyligimiz albatta jahonga chiqyapti. Namanganda o'tkazilayotgan 65-xalqaro gullar festivalining o'ziga xos muvozanati aynan mana shu yerdan boshlanadi. Mehmonlar bir tomondan ipak iplarga inson tafakkuri bilan chizilgan ranglar jilosini xarid qilayotgan bo'lsalar, qadamlar bir necha metr nariroqda tirik chechaklar dunyosiga boshlaydi. Bobur bog'i atrofida tashkil etilgan noyob va tabiiy gullar savdosi festival qiyofasini yanada to'ldirgan. Mahalliy va xorijiy gulchilar tomonidan taqdim etilayotgan noyob gul ko'chatlari go'zallikka oshno qalblar uchun ayni muddao bo'ldi. Mehmonlar o'zlari bilan nafaqat esdalik, balki xonadonlarning ko'rki uchun ham tirik tabiat bo'lagini olib ketmoqdalar. Namanganda bu eshitchilik gul bayram o'tdi. Haqiqatan festival zo'r uyushtirilgan ekan. Mazzaqli aylandik, dam oldik. Gullar zo'r ekan. Men o'zim jaqsirgan gulni oldim. Ene jurogi degan gul bor ekan, shuni sotib oldim. O'ta arzon ekan biroq gullar berdi. Dunyoda qaysi gul kerak bo'lsa, shu yerdan chiqargan, kelavergilar. Shu yerdan gul sotib olsa bo'ladi. Namanganda davom etayotgan 65-xalqaro gullar festivali ko'ngillarga nafaqat go'zallik, balki milliy g'urur va madaniy boylik namunalarini ham olib kirmoqda. Ayni kungacha gullar festivaliga 3.950 mingdan ziyod mahalliy va 628 mingdan ortiq xorijiy mehmonlar tashrif buyurdilar. Tabiatning eng go'zal yaratilig'i gullarni ko'rmoqchi va bundan qalbga taskin, dilga orom bermoqchi bo'lsangiz, Namanganga keling.